Assalomu alaykum do'stlar, hurmatli obunachilar. Biz navbatdagi obyektimizni boshlab olganmiz. Bu obyektimiz 200 kilovat. Kattaqo'rg'on tumanida, Samarqand viloyati. Hozir ish jarayonlari ketyapti. Mana bu yerda asoslari quyilib o'rnatilgan. Bu yerda mana ish ketyapti. Ko'rib turishlaringiz mumkin. Mana hozir profillarni qotiryapti, svarka qilyapti, ya'ni xuddi shu turishda davom etadi ryadlarimiz. Ko'rib turishlaringiz mumkin. Profillar qalinligini 8 ga 8. Buni asosdagisi 125 ga 125. Bu yerda 100 profillardan ishlatganmiz. Xudo xohlasa juda mustahkam bo'lyapti konstruksiyamiz. Ish ketyapti. Xudo xohlasa konstruksiya bitgandan keyin yana panellarni qo'yish jarayonlarini ko'rsatib o'tib ketamiz. 58 ta asoslarimiz, ya'ni ustunlarimiz hammasi bitgani bu. Profillar qo'yilgani. Yana ish jarayonlarini qo'yib o'tib ketaman. Bizni kuzatishda davom eting. Like bosing, fikrlaringizni kommentlarga yozib keting.